To'xta, achkidaman-ku. Yaxshi turibdi lekin. Yo'q. So'zdan ichida achkida gapiradi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilarim. Ko'rib turganingizdek, bugun ham shanba kuniga qaramasdan, dam olish kuniga qaramasdan yana mehnat sari, yana ish sari, yana dargohim sari yo'l oldim va mani mana shu O'zbekiston telekanali Fayzli dasturxon ko'rsatuviga taklif qilishdi va bu ko'rsatuv taklif qilganligi uchun Nozima Malik qizimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va O'zbekiston telekanali rahbariyatiga o'zimni rahmatimni bildiraman. Qolaversa, mana hozir yana o'zimni kasbimni o'zgartiradigan payt keldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, bizni kuzatib turing. Demak, Fayzli dasturxon O'zbekiston telekanalida tomosha qilasiz.